ikkita jentramiz tayyor bo'ldi akalar. Xudo xolasa, avtorasxota asosiy muammo. Porsche sinfi. Porsche sinsa bilasizlar, qanaqa muammo bo'lishini, qaltirash, ko'tidan tutash hamma yo'g'i bo'ladi. Yurgizib tayyor qilib qo'ydik. Motor qisqasi bu 0 dan 100 gacha. Bu motorda qaltirash, klapan kuygan, Farg'onadan kelgan obunachi, kuzatuvchi akalarimiz mashinasi. Xudo xolasa ishlashlari, yurishlari, pokizaligini ham endi qo'ldan kelgancha harakat qilib berdik. Bizga hozircha yoqdi. Egalari ham mana motorni qaltirashlariga qanaqa holatda bo'lgan o'ziga e'tibor berdi. Bunimizni yurgani qancha? 80 ming kilometr yurgan. Mana jentramiz. Birinchi galovga birinchi marta ko'tarilishi. Lekin bizga kelguncha tepasidan klapanlar kesilgan, prikladkalar alishgan. Xudo xolasa tayyor qo'ydi. Bunisi ham 150 ming kilometr atrofida yurgan, lekin birinchi remont emas. Chiroyli qilib yurgizib qo'ydik. Jentra bizga yoqdi, egalariga ham xudo xolasa yoqadi degan umiddamiz. Mana olib ketishdi. Motor remont, galovka remont bo'yicha murojaat qilaverasizlar. Xudo xolasa chiroyli qilib, sizlarga yoqadigan qilib, xudo xolasa ishinglar chiqarib beramiz. Obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin.